Bir kuni payg'ambar alayhissalom Hazrati Umarni 30 kishilik qo'shin bilan Makkaning janubidagi Turba degan yerga avatdi. Bu yerda bir vodiyga yaqin joylashgan kichik bir yer bo'lib, nomimi bu vodiyning nomi bilan ataladi. Bu yerda yashaydigan Havazin qabilasi musulmonlarga hujum qilish uchun to'planib, ba'zi bir tayyorliklarga kirishgan edi. Hazrati Umar qo'l ostidagi askarlarni elib, darhol yo'lga chiqdi. Ular kechasi yo'l mengib, kunduzlari yo'shirinatdi. Ularning yanida bir yo'lboshchimi bor edi. Ular Turbaga borganda dushmanlar mol chorvalarini elib, bu yerdan yiroqlashib bo'lgan edi. Shuning bilan ular Madinaga qarab qaytdi. Yo'l ustida yo'lboshchi Hazrati Umarga, "Agar xohlasang, seni Xusum qabilasi tarafga boshlab boray" dedi. Ammo Hazrati Umar payg'ambar alayhisalom bu vaqtda menga hech bir ta'limot bermadi. U meni faqat Havazin qabilasiga avatdi deb uning tashabbusini rad qildi. Ma'lum mezgil o'tgandan keyin payg'ambar alayhisalom vaziyatni muvofiq ko'rib, bir to'p sahobalar bilan Ka'bani ziyorat qilish uchun Makka ga qarab yo'lga chiqdi. Ammo Qurayshlar Hudaybiya degan yerda ularni to'sib Makka ga kirishga yo'l qo'ymadi. Ular payg'ambar alayhisalomni urush qilg'ili keldi deb o'ylashgan edi. Qurayshlar agar Makkaning bo'soqisida urush yuz beradigan bo'lsa, bu xabarni butun arab qabilalarining to'yib qolishidan va shu sababli Qurayshlarning u qabilalar ustidagi hayvasining yerga urilishidan, shundaqla ularning kallasida musulmonlarning kuchlanib ketganligi haqida ta'sirot paydo bo'lib qolishidan qattiq andish qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom Hudaybiyaga yetib kelgandan keyin o'zlarining faqat Baytullohni ziyorat qilish uchunla kelganligini Qurayshlarga bildirish uchun bir elchi avatmoqchi bo'ldi va Hazrati Umarni tanladi. Ammo Hazrati Umar, "Ey Rasululloh, men ularning menga bir yomonlik qilib qo'yishidan ansirayman. Uning ustiga oilam Bani Adidin meni Makkada qo'g'dig'idek biror kishimi yo'q. Qurayshlar mening o'zlariga qandoq qarshi chiqqanligimni va ularga qandoq qo'pol muomala qilganligimni obdan biladi. Shunga men sizlarga bu ishqa mendan muvofiqroq birini ko'rsatib qo'yay. U Osmon ibn Affondir" deb o'zirisini o'tirib qo'ydi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom Osmon ibn Affonni ularga elchi qilib avatdi. Arada bir muncha ko'rishish, suhbatlar elib berilgandan keyin Hudaybiya sulhisi tuzilgan bo'lib kelishdi. Sulhinomaning shartlari yozilsala hamma ish bitadi. Ammo Hazrati Umar bu ishni ichiga faqatli singdirolmadi. Balkim u bu sulhinomaning keyincha musulmonlar uchun foydali bo'lgan taraflarini tushunib yetolmagan edi. Shunga u Hazrati Abu Bakrga ko'z qarashini bayon qilgandan keyin payg'ambar alayhisalomning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, aslida haqliq bo'lgan taraf biz emasmi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom, "Albatta shundoq" deb javob berdi. Hazrati Umar yana, "Undaqda bizning shahidlarimiz jannatda, ularning o'liklari do'zaxda emasmi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalommi, "Shak shubhisizki shundoq" deb javob berdi. Hazrati Umar bu qitim, "Shundoq turib, nima uchun dinimizni dunyoga tegishimiz yoki Alloh bu ahvolga hukm chiqarmay turib qaytib ketamdiq" deb o'zining qattiq achchiqlanganligini ifodaladi. Uning bu ruhiy holatini bayqagan Hazrati Abu Bakr uni pastgo'yga tushirish maqsadida, "Ey Ibn Xattob, u Allohning elchisidir. Alloh uni o'ttirliqda amal chorasiz tashlab qo'yib parishon qilmaydi" deb nasihat qildi. Darvaqa ko'p o'tmay sura Fatih tushdi. Payg'ambar alayhisalom bu surani uningga o'qib berdi. Hazrati Umar xushalligidan, "Ey Rasululloh, Fatihmi?" deb takror so'radi. Payg'ambar alayhisalom, "Ha" deb xush xabar berdi. Hazrati Umar mundoq deydi: "U kuni payg'ambar alayhisalomning huzurida qilgan so'zlarim uchun shu qadar qo'rqdim va pushaymon qildimki, gunohimga kaforat bo'lish uchun to'xtamay sadaqa beratdim. Namoz o'qitdim, ro'za tutatdim va qul azod qilatdim." Yana Hudaybiya kuni Rasululloh Hazrati Aliga sulhinomaning shartlarini yozdirib o'tdi. Qurayshlarning vakili Suhayl ibn Amir yozilgan shartlarni tekshirib o'tdi. Dal shu paytda Suhayl ibn Amirning o'g'li Abu Jandal dadis tarafidan bog'lab, zanjir kishanlar ichida surilib yurib, ularning yeniga yetib keldi. Bu yigit musulmon bo'lganligi uchun dadis tarafidan mushundoq jazolangan edi. Abu Jandal payg'ambar alayhisalom tarafga o'tib,
uning panohiga sig'inmoqchi bo'lgan edi. Ammo uni ko'rgan dadisi o'rnidan chacharab turib, uningga qarab etildi va bir tarafdan o'g'lini qattiq ursa, yana bir tarafdan payg'ambar alayhisalom qarab, "Ey Muhammad, hamma ish kelishganimizdek bo'lsin" deb varqirab, o'g'lini musulmonlarga bermaydiganligini bildirdi. Chunki sulhinomaning bir sharti mundaq edi. Agar Qurayshdan bir kishi musulmon bo'lib, yaqinlarining roziligisiz Madina hukumatiga sig'insa, u Qurayshlarga qaytarib beriladi. Sulhinoma texi yezilib bo'lmagan bo'lsa-mu, shartlar ig'zoki shaklda fikr birligi bilan qabul qilinib bo'lgan edi. Shunga Suhayl ibn Amir musulmonlarga Abu Jandal musulmon bo'lgan bo'lsa-mu, oilasining roziligisiz musulmonlardan panohlik tiladi. Shu sababdan sulhinoma shartlariga asosan musulmonlar uni bizga qaytarib berish kerak demoqchi bo'layotdi. Ammo Abu Jandal bakmu ichinishli holatda bo'lib, ovozining bericha "Meni musulmonlikdan yondirsin" deb bularga qaytarib beryapsizlar deb varqirab, musulmonlardan yordam tilaydi. Musulmonlar bu manzaraga qarab g'ulg'ula qilishdi. Tuyuqsiz biror ish yuz berib qilishi mumkin edi. Payg'ambar alayhisalom nihoyat ulug' bir davlat rahbariga xos tamkinlik bilan: "Ey Abu Jandal, ishingni tishlab Alloh yo'lida fidokorlik ko'rsat. Alloh taolo pat arada sana va sana o'xshash ezilgan kishilarga bir chiqish yo'li berib, sizlarni bu qiyinchilikdan qutulishga muyassar qiladi albatta. Bizga kelsak, biz bular bilan sulhinoma tuzdik. Biz bu shartlarga xiloflik qilib, ularga qarshi chiqsak bo'lmaydi" deb uni qoyil qilmoqchi va pastgo'yga tushirmoqchi bo'ldi. Ammo Hazrat Umar bu ishga faqat chidab tura olmadi va Abu Jandalning yoniga kelib, uni tinchlantirganda qiyofatda turib, boshqalarga chandurmay, qilichini uningga yaqinlashtirib, dadasiga qarshi chiqish uchun fursat yaratib berishga tirishadi. U nihoyatda sunniy bir ifoda bilan: "Ey Abu Jandal, sabr qilgin. Bu odamlar mushrik, maynat insonlardir. Ularning qini itning qinidan farqlanmaydi" deb ko'rinishda uni pastgo'yga tushirmoqchi bo'lganda qilsimi, amaliyotda uningga boshqa bir ish qildirmoqchi bo'layotdi. Lekin Abu Jandal uncha beoromlikda Hazrat Umarning asli maqsadini tushunmadi yoki dadasini o'ldirishga qo'li bormagan edi. Nihoyat sulhi imzolandi va Hazrat Umarmo u yerdagilar bilan birlikda buningga shohid bo'ldi. Lekin Qurayshlar bu kelishimnomaga xiloflik qildi. Chunki ular ittifoqdoshlari bo'lgan Bani Bakr qabilasi bilan musulmonlarning ittifoqdoshi bo'lgan Bani Xuzoa orasida chiqqan to'qinishda o'z ittifoqdoshiga yordamlashdi. Shuning bilan Bani Xuzoa qabilasining vakili Budayl ibn Varaqa Madinaga berib, payg'ambar alayhisalom bilan ko'rishib, Qurayshlarning o'zlariga tajovuz qilganligini aytdi va uningdan Qurayshlarga qarshi yordam talab qildi. Qurayshlar bu xabarni anglab, o'zlari xiloflik qilgan sulhinomani yangilash maqsadida Abu Sufyanni payg'ambar alayhisalomning oldiga elchi qilib avatdi. Abu Sufyan Qurayshlarning sulhinomaga rioya qilganligini tushuntirib, mumkin bo'lsa sulhinomaning vaqtini uzartmoqchi edi. Ana shu maqsad bilan Madinaga yetib kelib, payg'ambar alayhisalomning ayoli Abu Sufyanning qizi Ramla Ummu Habibaning uyiga yo'qlab kirdi. U uyga kirib, payg'ambar alayhisalomga xos selinchining ustida o'ltirmoqchi bo'lib edi. Mu'minlarning onasi Ummu Habiba darhol selinchini qatlab elibdi. Dadasi Abu Sufyan uningga: "Qizim, meni selinchiga loyiq ko'rmadingmi yoki selinchini menga loyiq ko'rmadingmi?" dedi. Ummu Habiba dadasiga: "U payg'ambar alayhisalomning selinchisi. Sen bo'lsang mushrik va nopok birisan. Rasulullohning selinchisida o'ltirishingga ko'nglim unmadi" deb javob berdi. Buni anglagan Abu Sufyan: "Voh qizim, mendan ayrilgandan keyin bakmu aski bo'lib ketibsan" deyishdan boshqa biror narsa qila olmadi. Ondan uydan chiqib, payg'ambar alayhisalom bilan boshqa bir yerda ko'rishib, kelish maqsadini bildirmoqchi bo'ldi. Ammo payg'ambar alayhisalom uningga hech qanday javob bermadi. Ondan u Hazrat Abu Bakrning oldiga berib, orada vasila bo'lishni talab qildi. Lekin Hazrat Abu Bakr: "Men unda qila olmayman" deb rad qildi. Ondan keyin Hazrat Umarning oldiga bordi. Hazrat Umarmo: "Sizlar uchun payg'ambar alayhisalomdan biror narsa iltimos qilaman, shundaqmi?" deb qo'g'layotdi. Abu Sufyan Hazrat Alining oldiga berib yolvurishga boshladi.
U yerda Hazrat Fatima va Hazrat Hasan bor bo'lib, ular texi kichik edi. Hazrat Hasan atrofda tamtilab yurardi. Abu Sufyan Hazrat Aliga mundaq taklif berdi. Ey Ali, sen bu xalq ichida menga eng yaqin birisan. Bir ehtiyoj tufaylidan oldinga keldim. Quruq qo'l qaytishni xohlamayman. Rasululloh bilan aramizga bir vasila bo'lgan bo'lsang. Hazrat Ali uningga: "Ey Abu Sufyan, sen nima deb yuriysan? Payg'ambar alayhisolamning pozitsiyasi shundoq qat'iyki, uningga bu to'g'riliq hargiz og'iz ochqili bo'lmaydi", deb uning taklifini jiddiy qiyofatda rad qildi. Abu Sufyan bu qitim Hazrat Fatimaga burilib: "Ey Muhammadning qizi, eng bo'lmasa shu balanga deginki, u mening himoya qilish talabimni qabul qilsin. Balkim uning yuz xotirsin deb bo'lsa-mu, talabimni qabul ko'rsa, o'g'ling bu sabab bilan qozongan shon shuhrati soyasida toki qiyomat qoyim bo'lguncha arablarning kattasi bo'lib yod etiladi", deb yalvorishga boshladi. Hazrat Fatima: "O'g'lim seni o'z himoyasiga olganligini chiqib xalqqa e'lon qilg'idak yoshda bo'lmasa, bu ishni qandoq qiladi? Uning ustiga Rasululloh qabul qilishni xohlamagan kishini hech kim himoya qila olmaydi", deb uning talabini rad qildi. Nima qilarini bilolmay qolgan Abu Sufyan yana bir qitim Hazrat Alidan maslahat so'rab: "Ey Abu Hasan, mening ahvolimni ko'rib turibsan-ku. Menga bir yo'l ko'rsatgin", dedi. Hazrat Ali mo: "Qasam qilamanki, nima deyishimni bilolmayapman. Sana foydali biror chorani bilmayman. Ammo sen yanala Kanana qabilasining cho'ngsan. O'rningdan turib, atrofni aylan va dardingni xalqqa anglat. Balkim ular iltimos qilib qolsa, payg'ambar alayhisalom sen bilan ko'rishib qolar. Ondan yurtingga qaytib, qilishga tegishlik ishingni qil", deb uni qo'g'lashga tirishdi. Shuning bilan Abu Sufyan noumid Makkaga qaytdi. Yana bir tarafdan musulmonlar darhol yig'ilib, payg'ambar alayhisalomning qo'mondonligida nihoyat cho'ng qo'shin tashkillab, Makkani fath qilish uchun harakatlandi. Qo'shin Makkaga yaqin bir yerga qarorgoh qurdi. Hazrat Abbosmo musulmon bo'lgan bo'lib, u mo qo'shinning ichida edi. U payg'ambar alayhisalomning Makkaga urush qilgan holda kirishiga, ya'ni qon to'kilishiga qo'shilmaydi. U ichida Makkaga kirib, Quraysh cho'nglarini payg'ambar alayhisalomdan bexatarlik talab qilishga qoyil qilishni o'ylab turardi. Dal shu chaqda Abu Sufyanning ovozini angladi. Darhol uning oldiga berib, payg'ambar alayhisalomning qechirig'i mindirib, qarorgohga elib mangdi. Abu Sufyan yo'l bo'yi mujohidlar yoqqan har bir gulxonning yenidan o'tkicha, u gulxonni kimning yoqqanligini so'rab mangdi. Shu tariqada ketib o'tib, Hazrat Umar yoqqan gulxonning yeniga kelganda, Hazrat Umar uni ko'rib, shu yerda o'ltirmoqchi bo'ldi. Hazrat Abbos qechirini devitib, payg'ambar alayhisalomning qarorgohiga qarab, tez-tez yurib ketdi va oxiri yetib bordi. Hazrat Umar mo ularning orqasidan yetishib kelgan edi. U g'azab bilan: "Ey Allohning elchisi, bu Abu Sufyan hech kimdan ruxsat yoki ijozat olmay turib bu yerga keldi. O'tinib qolay, menga ruxsat qilgin. Hozirla uning kallasini olay", dedi. Hazrat Abbos Rasulullohga: "Ey Allohning elchisi, uni men o'z kepilligimga oldim", deb oraga kirdi. Ammo Hazrat Umar uni o'ltirishga ching turavergan edi. Hazrat Abbos ochiqlanib: "Ey Umar, sen o'pganni besib olgan. Agar u sen mansub bo'lgan Bani Adi qabilasidan bo'lgan bo'lsa, uni darhol o'ltirman demaytding. Ammo sen bilasan, u Bani Abdulmanaf qabilasiga mansub", dedi. Hazrat Umarmo: "Senmo uncha azvaylab ketma. Ey Abbos, Alloh bilan qasam qilamanki, agar dadam Xattob musulmon bo'lgan bo'lsa, men sening musulmon bo'lganingga suyingandek suyinmagan bo'lardim. Sening musulmon bo'lishingga payg'ambar alayhisalommo dadamning iymon aytishidan bakroq suyindi", deb Abu Sufyanni oyoq ostiga ola olmaganligi uchun bakmi o'kindi. Islom qo'shini Makkaga qarab ilgarilashga boshladi. Ansorlarning to'g'i Said ibn Ubadaning qo'lida edi. U: "Mana bugun jang kuni, yigitlik, mardlik kuni. Makkada harom qilingan ish bugun haloldir", deb jar selishga boshladi. Hazrat Umar buni anglab, darhol payg'ambar alayhisalomning qishiga kelib: "Ey Allohning elchisi, Said nimalarni deb jo'ylayotdi? U Qurayshlarga hujum qilib, bu muqaddas zaminda qon to'kib qo'yishi mumkin", dedi.
payg'ambar alayhissalom Hazrat Aliga tez mengib uningga yetish va qo'lidan tug'ni ol. Shaharga qo'shindan burun sen kirgin deb ta'limot berdi. Nihoyat islom qo'shuni Makka ga kirdi. Payg'ambar alayhissalom Qurayshlarni bir yerga yig'ib, ularni kechirayotganligini bildirib, hammanglarni o'z ixtiyoringlarga qo'yib berdik, dedi. Ondan avval erlardan, undan keyin ayollardan bay'at oldi va ayollardan Allohga sherik keltirmaslikka, o'g'rilik qilmaslikka, zina o'tkazmaslikka, bolalarni o'ldirmaslikka, yotlardan homila bo'lib, o'z erlariga zo'rlab tangmaslikka va Allohning amallariga xiloflik qilmaslikka doir va'da oldi. Bu ayollarning orasida Abu Sufyanning ayoli Hindi binti Utba bor edi. U payg'ambar alayhissalom bilan takallashmoqchi bo'ldi. Hazrat Umar uningga qarab kulishga boshladi. Hindining musulmonlarning Makkani fath qilishiga qattiq echinayotganligini va uning bu ruhiy holatdan osonlikcha qutula olmaydiganligini sezgan payg'ambar alayhissalom uningga xafa bo'lib ketmadi va uning bilan ortiqcha takallashib o'ltirmay Hazrat Umarga qarab, "Sen mening nomimda ulardan bay'at olgin" dedi. Payg'ambar alayhissalom Abu Sufyonga musulmon bo'lishni aytdi. Abu Sufyon tilini chaynab, kekashligan holda, "Undaqda Uzzani qanday qilaman?" deb so'radi. Hazrat Umar darhol berib ustiga tarat qil deb javob berdi. Makka fath bo'lib ko'p o'tmay payg'ambar alayhissalom Havazin, Bani Saqif va ularning ittifoqdoshlariga qarshi yurish qilish uchun Hunaynga qarab harakatlandi. Ularmo o'z qiyoslariga asosan musulmonlar texcha kuchlanib ketmagan vaqtda hujum qilib, musulmonlarni vayron qilib etish niyatida bir yerga yig'ilib tashkillangan edi. Darvaqa Havazin qabilasi islom qo'shunining qarorgohining yuqori tarafiga mukinib olib, musulmonlarni qiltoqqa dashatdi va urushning dastlabki mezgillarida o'zlarining ko'pligiga aldangan musulmonlarni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Sonning ko'p bo'lishining musulmonlar uchun hech qanday foydasi bo'lmadi. Musulmonlar sepi buzilib, taraf-tarafga qochish boshlandi. Shuning bilan bir vaqtda urush maydonida payg'ambar alayhissalomning atrofiga to'plangan bir to'p sahobalar dushmanlarga qarshi qattiq tirkashdi. Bularning orasida Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Abbos va o'g'li Fozil, payg'ambar alayhissalomning tog'isining o'g'illari Abu Sufyan ibn al-Haris bilan Rabi'a ibn al-Haris qatorliqlar bor edi. Sahihul Buxoriyning sharhisi Fathul Bari nomli asarda mundaq deyilgan. Abdul Aziz ibn Abdullah Sulaymon ibn Bilaldan, u Yahyadin, u Abdullah ibn Hunayndan naql qilgan bir rivoyatda Abdullah ibn Abbos mundaq deydi. Hazrat Umardan bir oyat bilan munosabatlik bir masalani so'rash uchun naq bir yil saqladi. Uning hayvisidan qo'rqib, savol so'rashga petin olmaydi. U bir kuni hajga berish uchun yo'lga chiqdi. Menmo uning bilan birga edim. Qaytish yo'lida u tarat qilish uchun bizdan ayrilib, chatqallarning orasiga kirib ketdi. U qaytib kelgicha saqlab turdim va qaytib kelgandan keyin uningga yaqinlashib, "Ey mu'minlarning amiri, oyatda tasvirlangan va payg'ambar alayhissalomning huzuruna qo'ymagan ikki ayol kimlar?" deb so'radim. Ular Hafsa bilan Oisha ikkisi, dedi. Ondan men qasam qilamanki, men bu savolni bir yildan beri so'ramoqchi edim. Lekin hayvatingdan qo'rqib so'rashga petinolmadim, dedi. Buni anglagan Hazrat Umar, "Undaq emasdi. Agar so'ramoqchi bo'lgan biror masala bo'lsa, tartinmay so'ravergin. Men bilsamla sana javob beraman", dedi. Hazrat Umar mundaq deydi: "Qasam qilamanki, jaholiyat davrida ayollarni faqatla ko'zga ilmaydi. Alloh taolo ular haqida bir muncha oyat tushirdi va ularga bir qator haq-huquq berdi. Shundoq bo'lsa-mu, men uyda pul-molni o'z maylimcha ishlatsam, ayolim menga, 'Ey Umar, mundaq qilsang, texmi yaxshi bo'lmamdi?' deb e'tiroz bildirdi. Men uningga, 'Sening nima koring? Bu ish mening deganimdek bo'lsa, nima bo'pti? Mening ishimga sen nima deb aralashsan?' deb qo'pollik qildim. Ayolim bu so'zlarimni anglab, 'Tova, ey Ibn Xattob, sana e'tiroz qilishimni xohlamamsan-ya. Halbuki qizim, ya'ni payg'ambar alayhissalomning ayoli Hafsa
Payg'ambar alayhissalomga shundoq e'tiroz bildirdiki, shu sabablik ba'zi kunlari payg'ambar alayhissalom kechgacha beorom bo'lib yuradi ekan, deb javob berdi. Darvaqa shundoq ishlar yuz bergan edi. Ayni vaqtda Hazrat Umar ayolining gapini anglab, darhol yaktikini bo'yniga ortgan peti sirtqa mangdi va qizi Hafsaning uyiga kirib, "Qizim, Rasulullohga shundoq e'tirozlarni bildiribsanki, ba'zida sana achchiqlab kun bo'yi beorom bo'ladi ekan", dedi. Hafsa dadasiga shundoq, "Biz uning ayollari bo'lish sifatimiz bilan e'tirozimizni bildiramiz", dedi. Hazrat Umar mundaq deydi: "Uning so'zlarini anglab, "Menga qara qizim, seni ogohlantirib qo'yay. Alloh va Rasulining g'azabiga uchrab ketsan. Yana ogohlantirib qo'yayki, sen payg'ambar alayhissalom yaxshi ko'radigan va uning go'zalligiga bakmo ishonadigan shu Oyishani hargiz do'rimag'in", dedi. Ondan u yerdan chiqib, payg'ambar alayhissalomning yana bir ayoli Ummu Salamaning hujrasiga kirdi. Uning bilan tuqqanlik munosabatimiz bor edi. Hafsaga degan gaplarni uningga aynan devidim. U menga: "Ey Ibn Xattob, sening bu qilqinga bakma hayron qilyapman. Hamma ishqa beshingni so'qib boqsan. Mana endi Rasululloh bilan ayollarining orasiga kirmoqchi bo'lyapsan", deb mening dakkamni berdi. Ammo men ko'nglimda bu ishlarga bakma norozi edim. Ondan uning uyidanmi yenib chiqdim. Mening ansari bir do'stim bor edi. Men yo'q chaqlarda u anglagan bilganlarni menga deb berdi. U yo'q chaqlardagi ishlardan men uni xabardor qilib turardim. Bir kunlari G'asson podshohining bizga hujum qilganligi to'g'riliq bir xabar yetib keldi. Biz ularning bizning ustimizga bostirib kelishidan ansirab yuratdik. Shu kunlarning birida ansari do'stim kelib, bizning uyning eshigini ansiz qoqdi va to'xtamay "Eshikni och", deb varqirashga boshladi. Men eshikni ochib, "G'asson ustimizga bostirib kelgan o'xshamamdi", dedim. U undimmi bakroq chatoq ish yuz berdi. Payg'ambar alayhissalom ayollardan ayrim turishga qaror beribdi, dedi. Men "Xo'p bo'pti. Hafsa bilan Oyisha qilgan atkiniga to'yadigan bo'ldi", dedim. Ondan kiyinib payg'ambar alayhissalomning yoniga bordim. Qarasam, aldirash tinash boloxonasiga kirib ketyapti. Eshik oldida turgan qora tanlik yigitga payg'ambar alayhissalomga Umar keldi deb xabar qilgan, dedi. Payg'ambar alayhissalom ijozat bergandan keyin kirdim va o'ttirliqda bo'lingan gap so'zlarni yetkizdim. Men uningga Ummu Salamaning gaplarini deb berdim. Payg'ambar alayhissalom miyiqida kulib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalomning ostida bir parcha yalang'och bo'ra. Bo'rining ustida hech narsa yo'q. Bosh tarafida xurmo talalari bilan to'ldirilgan bir teri yostiq. Oyoq tarafida devirqoy bilan ashlangan bir parcha teri turadi. Bosh tarafidagi tomga bir necha parcha ashlanmagan teri esilgan edi. Qarasam, payg'ambar alayhissalomning badanida bo'ri petib ketgan iz turdi. Uningga qarab ko'zlarim yashang'irashga boshladi. Payg'ambar alayhissalom menga: "Nimaga yig'laysan, ey Umar?" dedi. Men: "Ey Rasululloh, Iron va Bizans imperatorliklari yashagan dabdabalik va hashamatlik u hayot yodimga kelib qoldi. Sen Allohning elchisi turib, mushundaq oddiy-sodda turmush kechiryapsan. Yig'lishimning sababi bu", dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Sen vaqtliq dunyo hayoti ularning, mangulik oxirat hayotining bizning bo'lishini xohlamamsan", deb menga tasalli berdi. Hazrat Umar musulmon bo'lgandan keyin tog'isi Zayd ibn Amirning qizi Atikaga uylandi. Atika Umardan Ayyad ismli bir o'g'il tug'di. Ondan u Bani Mahzum oilasidan Haris ibn Hishamning qizi Ummu Hakimga uylandi. Bu ayol Umardan burun Abu Jahlning o'g'li Ikramaga yotliq bo'lgan edi. Ummu Hakim Hazrat Umardan Fatima ismli bir qiz tug'di. Undan boshqa Hazrat Umar Jamila bint Sobitga uylangan. U ayol Asim ismli bir o'g'il tug'di. Asim Umaviylarning odilligi bilan jahonga mashhur bo'lgan xalifasi. Umar ibn Abdul Azizning ona taraf buvisi edi. Asim hijratning 6-yili tug'ilib, 70-yili Rabzada vafot bo'ldi. Hazrat Umar keyincha Hazrat Alining qizi Ummu Kulsumga uylandi. Ummu Kulsum Umardan Zeynab, Abdurrahman al-Awsat, Ruqiya
va Abdurahmon al-Asg'arni to'qdi. Hazrati Umarning jaholiyat davrida ko'ziga yosh olganligi hech ko'rilmagan edi. Ammo u islomni qabul qilgandan keyin bakmo ko'ngli yumshoq, hissiyotchan va ko'zlari hamisha yashanqirab turadigan biriga aylanib qoldi. Gunohkorlarni qo'rqitadigan va tahdid qiladigan biror oyat o'qisa yoki anglasa ko'zlariga liq yosh keladi. Bo'libmi payg'ambar alayhisalomni dunyoning rohat farog'atidan yiroq, nihoyat oddiy sodda turmush ishida yashayotganligini ko'rsalar, qattiq ta'sirlanib yig'lab ketadi. U shundoq darg'azab bo'lib turgan vaqtda Alloh taoloning qudrati uning samiga selinsa yoki Qur'ondan bir oyat o'qib berilsa, o'zini tuta olmay buqildab yig'lashga boshlaydi. Hazrati Umar jaholiyat davrida ichimlik ichadi. Ammo islomni qabul qilgandan keyin hamisha bir vahiy kelib, ichimlikning butunlay cheklanishini tilaydigan bo'lib qoldi va bu fikrini doim boshqalarga so'zlab beradi. Bir kuni Alloh taolo: "Ey mu'minlar, sizlar mast bo'lsanglar, nima da'vat qilinglarni bilganinglargacha namozga yaqinlashmanglar" degan oyatni tushirdi. Sura Niso 43-oyatning bir qismi. Ammo u bu oyatga bak rozi bo'lmadi. Chunki ichimlikning butunlay cheklanishini orzu qiladi. Shunga u har doim Allohga yalvorib, ichimlik to'g'risida texmo keskin bir amrning tushishi uchun duo qiladi. Nihoyat Alloh taolo: "Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal selish shaytonning ishi. Paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton aroq, qimor orqali oranglarga dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar amdi aroqdan, qimordan yanmamsizlar" degan oyatni tushirdi. Sura Maida 90 va 91-oyatlar. Hazrati Umar bu oyatni ko'rib, ko'ngli rozi, o'zi xotirjam bo'ldi. Hazrati Umarning ayollarning purkinishi haqidagi pozitsiyasi mo shundoq bo'lib, u ayollarning bo'libmi payg'ambar alayhisalomning ayollarining purkinishi uchun ilohiy amr kelishini to'rt ko'zi bilan kutadi. Hatto payg'ambar alayhisalomga o'zining bu haqdagi fikrini aniq bildirdi. Bu to'g'riliq oyat tushuvdi, yana shundoq suyunib ketdi. Munofiqlarning boshchisi Abdullah ibn Ubay o'lganda, uning o'g'li payg'ambar alayhisalomdan dadasining namozini tushirib berishni o'tindi. Payg'ambar alayhisalom uning talabini qabul qildi. Buni ko'rgan Hazrati Umar payg'ambar alayhisalomga noroziligini bildirib qolmay, payg'ambar alayhisalom bilan xeyli ko'p munozirlashdi. Bu munofiqning namozi tushirilib bo'lgandan keyin Alloh taolo bu haqda oyat nozil qilib, Hazrati Umarning fikrini qo'lladi. Alloh taolo mundoq degan edi: "Ey Muhammad, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Dafn qilish, ziyorat qilish yoki duo uchun uning qabrisi ustida turmadi. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular fosiq holati bilan o'ldi." Sura Tavba 84-oyat. Hazrati Umar bundan boshqa bir muncha masalalar haqida payg'ambar alayhisalom va Hazrati Abu Bakr bilan munozirlashgan edi. Masalan, Xolid ibn Validning qo'shinning bosh qo'mondonligidan va Xolid ibn Said ibn al-Asning ishg'ol qilib olgan qo'mondonlik o'rnidan elib tashlanish to'g'risida Hazrati Abu Bakr bilan ko'p munozirlashdi va xalifalikka saylanibla Xolid ibn Validni vazifasidan elib tashlab, uning o'rniga